Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Muallim soniy kitobidan yana arab harflarini o'rganishda davom etamiz. Bundan oldingi darslarda 4 ta harfdan 8 ta harf o'rgangandik. Bugun yana 4 ta harf o'rganishda davom etamiz inshaalloh. Bugungi navbatdagi harfimiz kaf harfidir. Kaf harfi o'zbek tilidagi k tovushi singaridir. Kaf harfi 4 xil ko'rinishga ega bo'lib, so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z so'ngida va alohida yozilish shakllariga ega. Kaf harfi ingichka harflardan hisoblanadi. Fathali holida k, kesrali holatda ki va dammali holatida ku deya o'qiladi. Keling endi misollarni o'qib ko'raylik. Kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Navbatdagi harfimiz lam harfi. Lam harfi talaffuzi o'zbek tilidagi l tovushiga o'xshaydi. Lam harfi ingichka harflardandir va 4 xil yozilishga egadir. So'z boshida yozilishi, so'z o'rtasida, so'z so'ngida va alohida yozilishga egadir. Lam harfi fathali holida la, kesrali holida li va dammali holida lu deb o'qiladi. Keling endi misollarni o'qib ko'raylik. Al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, nazima, kamula, أنزل ألزم أكمل أكلت أكلنا أكلت 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 أكلتم بلبل يلملم تزلزل يتزلزل mutazallazil shu shaklda o'qiladi.